Assalomu alaykum. Yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasining qadrli tinglovchilari. Nafaqat shodiyona kunlaringizda, balki yaqinlaringiz mehrini his qilishni istagan har qanday oningizda biz siz bilanmiz. Baxtdan ko'zlarni yoshlata oladigan, sog'inchlarni arita oladigan shodiyona elchilarimiz bugun ham yana bir mehribon insonning qalb uylariga g'oyibona tashrif buyuradi. Sizlar bilan doimgidek sevimli boshlovchingiz Zulfizar Qoryog'diyeva. Qani ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Rahmat. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Mo'g'lon shaharchasida yashovchi Jumayev Baxtiyorjon ota bilan bog'landikmi? Ha, xuddi shunday. Yaxshimisiz otajon, omonmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ha, rahmat, o'zi yaxshimi? Barchalar hamma Rahmat, birga bo'lsin. Qutlug' kunlarda chiroyli ayyomlarni nishonlayotgan ekansiz. Bugungi qarshi olgan 63 yoshingiz payg'ambar yoshingiz muborak bo'lsin otajon. Rahmat. Rahmat. Ilohim mana shunday ulug' yoshlardan ko'pini ko'rib yuring. Yuzlar bilan yuzlashib yuring. Chiroyli niyatlarimizni barchasi siz uchun Allohim sizga 2 dunyo savob va saodatini hadya etsin ilohim. Rahmat. Mana shunday go'zal ayyomlar bahona oz bo'lsa-da sizga quvonch ulashaylik deb yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasi orqali qo'ng'iroq qilayotgan edik. Boshlovchi qizingiz Zulfizar bo'laman. Bizning loyihamizga sizga atalgan chiroyli o'ziga xos maktublar, dilnomalar kelgan edi. Nima deb o'ylaysiz otajon, bugungi dilizxorlarni aynan kim yozgan bo'lishi mumkin? Endi bu Xudoga shukr bolalarim bor. O'g'lim, qizim, nevaralar degandek. Alhamdulillah. Bilan tashkil qilgandirda. Albatta, hammalarni birdek yaxshi ko'rasiz. Ularning ichidan ko'proq surprizlarga kim qiziqadi? Shunday loyihalardan tabrik yo'llab ko'proq. Nozoq qizim qilaydi, Dilshod qizim qilaydi bir parcha. Oysila o'zi qizim qilaydi. Demak, avvallari ham olgansiz-a bunaqa tabriklardan? Ha, olib. Har doim quvonib yuring. Albatta, farzandlaringiz qo'llaridan kelgancha sizni xursand qilishga, ularga bergan mehr muhabbatingiz uchun rahmatlarni aytishga harakat qilishmoqda, lekin aynan bizning loyihamizni tanlab sizga bugungi dilizxorlarni yo'llagan. Sizni sog'ingan mehribon o'g'lingiz Erkinjon akamiz ekanlar. Ha, rahmat. Barakat olsun. Ilohim aytganingiz kelsin. Albatta, ayni damda dadajonimdan, onajonimdan yiroqdaman, yaqinlarimdan uzoqdaman. Ularni juda ham qattiq sog'inganman. Shunday bo'lsa-da, dadajonimga dil so'zlarimni yetkazishni istadim. Dadajonim bizni davlatimiz duogo'yimizlar. Ular borlarki, men mana shu hayot yo'llarimda qoqilmasdan ularga ishonib, tayanib yuribman. Ilohim dunyo turguncha tursinlar. Qalbimga tukkan maqsadlarim bisyor. Ilohim dadajonim, onajonim sog' salomat bo'lib, duolar bilan meni qo'llab tursalar bas. Hali ularni hojilik maqomlari bilan qayta siylab, ularni orzu qilgan farzandlari qatorida bo'lishga harakat qilaman dedilar. Rahmat. Ilohim aytganlaridek duolaringiz hamisha farzandlaringizga hamroh bo'lsin. Go'zal tilaklarga yana sanab o'tgan mehribonlaringiz, farzandlaringiz Dilnoza opamiz, Dilshoda opamiz, Oysulu opa hamda o'g'illaringiz Xurshidjon aka, Rustamjon aka, kelin qizlaringiz Zarifaxon, Shahodatxon, Zulayxoxon opajonlarimiz va barcha nabirajonlaringiz Ravshanjon, Gulnozaxon, Parizodaxon, Firuzabonu, Javohirbek, Elbekjon, Bobirjon, Mironshoh, Hayitjon, Yusufjon, Nurbekjon, Sharofatxon, Imonaxon, Sevinchxon, Muhammadjon, Murodjon va Xadichaxonlar hammalari hamroh bo'lib, sizni yaxshi ko'rishlarini, dunyodagi eng mehribon insonlari o'zingiz ekanligingizni aytib o'tgan ekanlar. Ilohim aytganingiz kelsin. Farzandingiz aytib o'tganimizdek, Erkinjon akamiz aytib o'tganimizdek, ayni damda sizni sog'inib, o'zingizga ayta olmagan dil izhorlarini bizning loyihamiz orqali yozib bayon etishni istabdilar. Shu yozgan dilnomalarini, maktublarini o'qib eshitsak maylimi? Rahmat. Assalomu alaykum, dadajonim. Bugun sizning tug'ilgan kuningiz.
bizning oilamiz uchun yilning eng nurli va eng aziz sanasi. Ushbu satrlarni yozar ekanman. Mening qalbimda sizga bo'lgan cheksiz minnatdorchilik va mehringizning iliqligi jo'sh urmoqda. Siz men uchun shunchaki ota emas, balki hayot bo'ronlarida meni pana qilgan mustahkam qo'rg'onim, yo'limni yoritguvchi mayog'imsiz. Dadajonim, qaddingiz hamisha tik, irodangiz bamisoli tog'dek mustahkam bo'lsin. Biz farzandlaringiz, sizning ismingizni hamisha faxr bilan tilga olamiz. Sizning o'zingiz bizning faxrimizsiz, dadajon. Ko'zlaringizda faqat va faqat quvonch porlasin. Onajonimiz bilan birgalikda, xonadonimizning to'rida duolaringiz bilan bizni qo'llab-quvvatlab yuring. Allohdan sizga uzoq, mazmunli, barokatli umr so'rayman. Bizning kamolimizni ko'rib, nabiralaringiz ardog'ida doimo e'zozda bo'lib yashang. Dadajon, sizning qadoq qo'llaringiz bizning halol nonimiz bo'ldi. Duolaringiz esa bizning eng katta boyligimizdir. Dada, ehtimol har doim ham sizga bo'lgan mehrimni so'zlarimda ayta olmagandirman. Ehtimol ishlarim, tashvishlarim bilan bo'lib ko'nglingizga qarashni unutgandirman. Ammo shuni bilishingizni istardimki, men har qachon sizni deyman, dadajon. Qalbimda sizga bo'lgan mehrim, muhabbatim cheksiz va har bir yutug'im ortida sizning mehnatlaringiz va ishonchingiz yotibdi. Siz bo'lmaganingizda men hech kim bo'lmas edim. Boringizga shukr. Alloh bergan eng buyuk ne'matlarim siz va onajonimizsizlar. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Dadajonim, davlatim, dunyodagi eng yaxshi, eng mehribon inson o'zingizsiz. Onajonim jannatim, siz davlatimizsiz. Boringizga shukr. Sizdan ko'ngil so'ra olmayman goh. Ortimizda sizsiz suyanch tog' panohida asrasin Alloh. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Hayot bizga an'ana qadim. Aytmoqqa goh sig'maydi haddim, borligingiz asli omadim. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Bugun to'lgan ko'nglimdagi jom. Men mehrimga qo'ya olmayman nom. Umr asli bomdoddan to shom. Dada, sizni yaxshi ko'raman deb chiroyli tabrik xatlarini yakunlabdilar o'g'lingiz. Kayfiyatlar biroz bo'lsa-da ko'tarildimi? Xursand bo'ldingizmi otajon? Yaxshi, o'tirimiz hammamiz eshitib tinglab oilaviy masala kelinlar bilan. Sizga ham rahmat. Rahmat. Erkinjon akamizdan kutganmidingiz yoki surpriz bo'ldimi? Ha, surpriz bo'ldi bu. Har doim quvonib yuring. Bugungi go'zal ayyom bahona, farzand va nabiralaringizga doim duodasiz, buni bilamiz, lekin loyihamiz orqali ham yo'llab esdalikka muhrlashingiz mumkin. Nimalar degan bo'lar edingiz ularga? Erkinjon akamiz ayni damda sizni, onajonlarning ovozlarini juda ham sog'inganlar. Marhamat. Nima dedim, shu omon bo'lsin, o'sha hamma ko'cha qarisin, hammasi ham. Va o'shalarga ham ko'proq rizq bersin, davlat bersin. Omonatdan ishlab kelsin o'zgartir. To'ylar qilsin, to'ylar qilsin. Salomat bo'lsin. Boshimizga hamma. Ilohim, aytganingiz kelsin, duolaringiz ijobat bo'lsin. Siz onajonlari borki, farzandlaringiz hammalari mana shu hayotda baxtiyor yashayotganliklarini takror aytishgan ekanlar. Ilohim, doim baxtlariga omon bo'ling otajon. Ajratgan vaqtingiz, chiroyli suhbatlaringiz uchun rahmat. Mehnatlaringizning rohatlarini ko'rib yuring. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizga ham rahmat katta. Rahmat, omon bo'ling. Mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, dada sizni yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarin yopay, yoningizga yuguray chopay. Keling bir bor bag'rimga bosay, dada sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilma
qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror. Dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtargina pokisor odam. Dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, pokisor dadam. Dada sizni yaxshi ko'raman. Dardinga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Aytolmadim shu so'zni goho, dada sizni yaxshi ko'raman. Har kun sizni o'ylasam hamki, mehringizga to'ymasam hamki, kunda quchib qo'ymasam hamki, dada sizni yaxshi ko'raman. Quchog'ingiz bunchalaram keng, jon bolam, jonim bolam deng. So'zlaringiz tillolarga teng. Dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtargina pokisor odam. Dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, pokisor dadam. Dada sizni yaxshi ko'raman. Har o'g'il qizni zoriqtirmay o'stirgan bizni. Ota bo'lib angladim sizni. Dada sizni yaxshi ko'raman. Lardan yegan har o'g'il qizni zoriqtirmay o'stirgan bizni. Ota bo'lib angladim sizni. Dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtargina pokisor odam. Dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, pokisor dadam. Dada sizni yaxshi ko'raman. Dada sizni juda ham yaxshi ko'raman.